Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi obyektimiz xudo xolasa bitta mana lesalarni mashinaga yuklab olib ketyapmiz. Mana ko'rib bir baho berasizlar. Bu hamma narsamiz oq. Bu ham 0 oq bo'ldi. Faqat tarnovlarni qo'yib qo'yilgan ekan. Mana holatini ko'rib baho beraverasizlar. Devor karnizlari ham samolyot ko'ndamaydigan stilda. Mana burchaklariga o'sha e'tibor beraverasizlar. Har doimgidek burchakka solinmasdan, qaychi solinmasdan aynan bittada chiqarib beramiz. Mana itiyolarning ko'rinishi, holati. Mana kimning uyida mana shunaqa holatda yoki shunaqa fasonda bo'ladigan bo'lsa, bexijolat aytasizlar, mana shuna o'ta go'zal holatda keltirib chiroyli qilib beramiz. Inshaalloh uyaltirmaydigan darajada. Mana shu obyektimizga 91 kvadrat unikafon mahsulotimiz ketdi. Hurmatli naqalar mana burchaklarni ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Qo'ldan kelganicha chiroyli qilib ketdik. Uyda egalari ham xursand. Mana xudo xolasa bexijolat telefon qilsalar, mana shunday holatga keltirib chiroyli qilib beramiz. Endi darvozaxonalaring bo'lsa, endi mana bu eski tomonlari qilingan ekan, bu yangi uy so'gan ekan o'zimizda aka. O'ta bir go'zal holatga keltirib, xursand xudo xolasa zo'r chiqdi uka deb. Mana shu obyektimiz. Mana shu holatda. Tashqarida endi hozir orqa tomonda ham xuddi aylantirib qildik-da. O'taydigan xotimiz yo'q ekan. Mana burchaklarimiz narigi tashqarilarda endi mana shu holatga mana chiroyli qilib keltirib ko'ringlar o'zlaring. Mana shu fason ham hozir juda bir chiroyli fason deb ayta olaman, bexijolat. Mana ko'ringlarda o'zlaring baho beraverasizlar. Hamma narsasi chiroyli bo'lib o'ziga yarashgan holatda. Endi telefonda masalan qanday chiqar, endi ko'zingiz bilan ko'rsangiz ham bu haqiqatan zo'r chiqar ekan uka. Usta deysizlar. Mana burchaklar ham. Bizdan uzoqlashmay, sizlar bilan ustajahon bexijolat telefon qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha hisob-kitob qilib, hamma narsani chiroyli qilib berishga harakat qilaman. Endi orqa tomonga o'tmay qo'yinglar, xuddi shu kazrok, endi narigi ko'cha tomonda ekan u. Ha, mana Mirzo akakamni ham qo'yibman. Uncha qo'yasizlar, ijolat olasizlar, ey. Ha endi. Ustagalar charchab qolmadilarmi axir? Xursandmaga uydagilar ham. Vallah sizlar bilan ustajon bexijolat telefon qilasizlar. Nomerimni telefonga ekraniga qo'yib qo'yaman. Bexijolat telefon qilaverasizlar.